أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Nuruddin as-Sabuni rahimahullah yozgan Al-Bidaya min al-Kifaya fil Hidaya fi Usuluddin namlıq bu kitapni Al-Qawlu fi Khawasin Nubuwwati diye keldik. Al-Qawlu fi Khawasin Nubuwwah yani peygamberlikning xususiyatleri hakkında diye geldik. Biz bunun burunqi dersimizde peygamber evetiş, Risalul Risale, peygamber evetiş hakkında, peygamberinin evetilişi, Allah Teala'nın peygamber evetişi hakkında boğan mebhasimizni okup ötken idik. Endi bugünkü dersimizde olsa şu peygamberinin peygamber buluşu için başka kişilerden ayrılıp durduğun alayida hususiyetleri buluş gerek mi? Eğer buluş gerek olsa qanday hususiyetleri buluş gerek degan bu meseleni okutamiz. Hurmusa İbrahimullah dedi ki la budda lir-rasul min ma'anin yahtassu biha an ghayrihi yasiru biha ahlan lis-safarati beynallahi Teala ve beyne halqihi. Endi peygamberinin özünün gayrinden ayrılıp durduğun yoki özünün gayrinden ayrılıp durduğun bir alayida hususiyetleri yoki peygamberinin gayrigi xas bo'lmagan bu peygamberga gana xas bo'lgan bir muncha ma'nolar bo'lishi kerak deydi. Yani peygamberga xos bo'ladigan, peygamberga gana xos bo'ladigan, peygamberning gayriga xos bo'lmaydigan bir muncha ma'nolar bo'lishi kerak. Ma'nolar degan gap hususiyatlar demekçi. Feyasiru biha ahlan lis-safara. Ama şu ma'nolar bilan Allah Teala bilan Allah Teala'nın mahlukatlarının arasında elçilik rolü oynashga layoqatli bo'ladi. Elçilik. Safara degan konsul degan gap, hozir konsul degani safara deydi. Konsul degan gap elchi degan gap, elchixona. Qala Allohu Teala Allah Teala bunday deydi. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah Teala özünün peygamberlik uçurunu kimni peygamber kılışını, peygamberge bir tane uçurunu kimge berse en yaxşı bo'lganligini, qayerda qilsa obdan bo'lganligini obdan biladi o. Haythu yaj'alu risalatahu degan özünün risalasini qiladigan yerini obdan biladi. Nerede qilsa yaxshi bo'lganligini obdan biladi. فمن ذلك أن يكون أعقل من أهل أصله. Amdi mana aşu ma'nolardan, yani peygamberge xos bo'lgan ma'nolardan, yani xos bo'lgan xususiyatlardan biri qaysi desa, o xususiyatlardan biri o peygamberning öz zamonasi ahlining, öz davrining eng aqlliq, eng aqil odamlardan bo'lishi. Öz davrining odamlaridagi eng aqili bo'lishi. Ve ahsanuhum xuluqan, axloq jihatda eng chiroyliroq bo'lishi. Va la yakuna mavsufan bi sifatin tuhillu bi ada'ir risala. Peygamberlikni ado qilishga ta'sir yetkazadigan sifatlar bilan sifatlanguchi bo'lmasligi. Nahval ujmati vel kharas. Mesela ujma degan gap qila olmaslik degan gap. Kharas degan gap tilsiz. Ujma degan gap qila olmaslik degan bu sabab bilan bo'ladi. Masalan, siz hozir Qirg'izistondan kelib Saudiya Arabistonga kelib qolsangiz, gap qila olmaysiz. Bo'lmasa Qirg'izistonda gap qila aytdingiz. Men kelib gap qila olmaysiz, demiş qali ujmatik. Sizniki tilingiz emas, ajam bo'lganligingiz uchun. Bu siz tilni bilmaganlik uchun gap qila olmadingiz. Ba'zida kikash o'g'il tili gap kelmaganlik uchun gap qila olmaydi g'ashba. Buni bu xaras deb ataladi. Tili kikash o'g'il gap qila olmasligini xaras. Tili ajam bo'lib qilib gap qila olmasligini ujma deydi. Şu peygamber her bir bizim kavmiga avatgan peygamber o'ziniki qavminiki tilini so'zlaydigan avatiladi o va g'ach bo'lmasa kerak. Agar bu peygamber ujma yoki xalas bo'lib qolsa desa, peygamber kelgandan keyin Alloh taolo uniki tilsizlikka qilinmaslik masalasi ko'tarib o'tadi. Uni shpalib berdi. Xuddi Musa alayhisalom burun tili biraz kekashlik bo'ldi. Alloh taoloning tilgandan keyin vahlul uqdatan min lisani deb degandan keyin yafqahu qawli deganki Allah Teala qalbi tilidagi bu ig'irlikni ko'tarib o'tgan. Endi faqat bizning peygamberimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arabiy va ajamiy kelgan. Arab kimi kelgan, ajam butun dunyoga. Qolgan peygamberlar hammasi faqat o'ziniki qavmiga avatilgan.
İnna ersalna Nuhan ila kavmihi degandek. Bizim peygamberimiz gılam nima? Rahmetel lil alamin. Bütün insonga avatilgan. Anladın? Umumiy yüzlik xalq, kaffatan lin nas deb umumiy yüzlik xalq avatilgan bizim peygamberimiz. Xo'sh, endi va yajuzu yakuna a'ma. Peygamberning qarg'u bo'lishi joiz. Yaqub alayhisalom tul yig'lab qarg'lab qolgan masalan. Walau kanat qabla al-irsal endi payg'ambar avatishning payg'ambar gapga kashlik mesela Musa alayhisalom bo'lgandek bo'lib qolsa yuzilu vaqtida Alloh taolo uniki bu kesilini payg'ambar avatiga vaqtida yo'qotib o'tdi. Kama azala uqdata lisani Musa alayhisalom. Musa alayhisalomning tiliniki chigirkini Musa alayhisalomning tiliki duosi bilan yo'qotib o'tgandek. Ve yakunu ma'suman fi af'alihi ve aqwalihi. Endi u payg'ambar qanday bo'lish kerak? O'zining ish harakatlarida, gap so'zlarida ma'sum bo'lish kerak. Ve in jara alayhi shay'un min ghayri qasdihi. Agar uning maqsadsiz va uni ixtiyorsiz bir ish yuz bersa, jari bo'lib qolsa, yunabbihuhu va yu'atibuhu. Alloh taolo uni ogohlantirdi va uni tanqidlaydi. Va la yuhmiluhu. Uni sal qarmaydi, bal uni muhlat bermaydi. Payg'ambar agar bilib bilmay bir xato qilib solsa, Alloh taolo darhol uni ogohlantirdi, uni qoyib, uni tanqidlaydi, balki uni hargiz muhlat bermaydi, taqiq uni muhlat bermaydi, uni sal qarmaydi, qo'yib qo'ymaydi. Qala Sheyx Imom Abu Mansur al-Maturidi rahimahulloh deganki, al-ismatu la tuzilu al-mihna. Al-isma payg'ambarning ma'sumligi, payg'ambarning mehnatini kutirib etmaydi. Ve ma'na bu cümlenin manası el-ismetu la tuzilul mihna diyen bu cümlenin manası ne diyen geptese enneha ve ma'nahu enneha la tujbiruhu ala taati ve la tu'cizuhu anil masiye. Yani isme peygamberini taat kılışkı mecburlamaydı, günah masiyetten aciz getirmeydi. Peygamber masum diyenlik, o peygamber taat kılışkı mecbur, günah masiyet kılamaydı diyenlik emez. Bel hiye lutfun Rabbani. Bu bası Allah Teala tarafından muğam bir lütf, merhamettir. Yahmiluhu ala fi'l hayr ve yazcuruhu anil şer. Yani onu yaxşılık kılışqa ündeydi. Yamanlık kılıştan ürkütüp tutup durduğan. Lekin ma'a baqa'il ihtiyari tahqiqan lil ibtila. Yani ihtiyar var ekan. Yaxşılık yamanlık ihtiyar kılış hukuku ba. Şu hukuku buluş bilen birge ibtila degan imtihanni ro'yobga chiqarish uchun ro'yobga chiqarish uchun Alloh taolo buni ixtiyorlik bergan. Payg'ambar yamanlık qilaysi qila oladi, yaxshilik qilaysi qila oladi. Ammo payg'ambar yomonlik qilmaydi, yaxshilik qiladi. O'zi ixtiyor qilib qiladi. Ammo bu lutf Rabbani. Ammo Alloh taolo bergan katta bir lutf marhamatan bu. Hocam vel ismatu anil kufr. Yani payg'ambarlarniki kufrdan saqlanishi sabitatun qabla al-irsal ve ba'da. Payg'ambar qilib avatilishdan burun sabitdir ve payg'ambar qilib avatilib bo'lgandan keyin sabitdir. Inda ammatul muslimin. Umumiy musulmonlarning qarashida. İlla indel fudayliyya min al-khawarij. Xawarijdan chiqqan Fudayliya deb yoki Fudayliya degan bir firqa bor. Mush firqaning ko'z qarashidan ham undaq emas. Uningdan boshqa firqalarning ko'z qarashida payg'ambar kufrlikdan emas, kofirlikdan ma'sum saqlanadi. Ya'ni payg'ambar qilib avatilishdan burun saqlanadi, payg'ambar qilib avatilib bo'lgandan keyin saqlanadi. Shunga mufassirlar qul ya ayyuhal kafirun tafsirida deydiki قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد من دونكم وليدين. بشهادة بقاشن تكالمات. من سلا إبادة قناسية إبادة قمدم. من سلا إبادة قناسية إبادة قميمان. من سلا إبادة قناسية إبادة خوج أماس. ده شخص تكالكيان. مش المفسرات قلنا قبل بلنجسه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. من سلا إبادة قناسية إبادة قميمان. يعني حاضر إبادة قميمان حاضر. لا عبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. مسلي بعد قام بتق إبادة قمدم من بون إبادة قمدم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. من كي مسلي بعد قام demek nima oyatning mazmunida birinchisi mansila ibodat qilgan butqa ibodat qilmayapman va buni kim qilmayman degan ma'no chiqadi. Hozir mustaqbal. Ikkinchisi Vela ana abidum ma abadtum dinsi va butqa men ibodat qilmadim bundan burunma deydi. Demak, bu oyatni uzdimmi? Payg'ambarlik avatlashdan burun va payg'ambarlik avat bo'lgandan keyin kufrdan saqlanishi nima vojib. Degan ma'sum, sabit. Endi
Lekin Fudayliya firqasi degan bir firqa xavorijdan bo'lgan. Bular nima deydi o? Ya payg'ambar aytishdi, buni kufrdan ma'sum emas deb shunday deyishdi. Endi xo'sh, val ismatu anil ma'asi, endi gunoh ma'siyat ismat chiqib, bir ismatu anil kufr. Kufrni saqlanish alohidaligi, yana bir cho ismat gunoh ma'siyatdan saqlanish alohidaligi. Endi val ismatu anil ma'asi, gunoh ma'siyatdan saqlanish alohidaligi sabitatun ba'dal vahiy inda ahli sunna. Ahli sunna va jamoat qarashida vahiydan kishin musabitdir. Payg'ambarlar vahiydan burun gunoh ma'siyat qilib setish mumkin. Odatda endi ig'ir gunoh ma'siyat emas, endi nima kichik gunohlarni. Lekin vahiy kelib bo'lgandan keyin gunoh ma'siyat qilish mumkin emas. Tushunalmi? Bu ahli sunnatning ko'z qarashi. illa inda al-hashviyya, hamda hashviyyaning ko'z qarashida fa innahum yanquluna ula Davud aleyhisselamdan, Süleyman aleyhisselamdan, Yusuf aleyhisselamdan, ulardan başka peygamberlerden ma yuhimu iltikabet zembi minhum. Ulardan günah aklap ötkenini vahm kıldırdıgan. Adamın şunda konuyu akeldirip koyduğan, şunda kısılarını, hurafi kısımlarını, hata kısılarını nakil kılıdı hashviyla. Ve ba'du zalike merdud. Ularınki kısılarını bəsin merdud, hem yalgan, uydurma, uydurup çıkarılgan. Ve bazı muavvelun tevil sahih diyen doğru tevil bilen tevil kılınmıştır. Yani bu bir halim. Şu peygamberlerin halığı layık kılınan tevil bilen tevil kılınmıştır. Ve delaletu zalik, bana aşırı kavlimizin delili ennehum hüccetullah. Peygamberler olsa Allah Teala'nın ki bendeleri bulan hüccet davli ispatlarıdır. فَلَوْ جَازَ مِنْهُمْ اِلْتِكَابُ الْمَنْهِيِّ. Eğer uladın tusalgan, çeklengen işleri aklap ütüş caiz boğan boz idi, lem yuthaq bi qawlihim fala yalzamul hujja. Ulanın kavliga işinilmegen buladı. Ve şuna hüccet lazım gelmegen buladı degan gap. Yani ulanınki Allah Teala'nın hücceti boğan peygamberlerin gapiga işiniş lazım gelmegen buladı. Bir kim peygamberlerini tasdiq qilmasa mu gunohkor bo'lmagan buladı. Lekin avval andağı emas. Ular hammasi thiqa, şenjilik ve ma'sum bo'lganlik uchun bu ularning hujjatlarini, dalillerini qabul qilish vojib. Fa amma qabla al-vahy, amma vahiydan burun fakazalika inda jami'il mu'tazilah wal khawarij. Yani vahiydan burun jami mu'tazilah, khawarijdan qarashida shunga o'xshash bir xil. Ve indana yejuzu ala sabilin nudra. Yani bizning ko'z qarashimizda nadir az bir hisob qadriyatlar bilan vahiydan burun fash filat kichik gunohlarni qilib salsa caiz bo'lur deymiz. Nahu halat ihvati Yusuf aleyhisselamning qarindoshlarning holatiga o'xshash. Thumma yaudu ba'da al-vahy, andiki ularning holi vaqtda esa payg'ambar vaqtiga vaqtida salah degan solihlikqa va to'g'rilikqa qaytadi. Vallohu al-hadi ila rashad. Alloh taolo to'g'rilikka yetaklaydi. Endi musallimniki mishada bir ko'z qarashi, Yusuf aleyhisselamniki qarindoshlari degan Yusuf Aleyhisselam'ın qarindoshiniki Yusuf Aleyhisselam'ni o'ldirmasa quduq tashlabdi, xatolikni sodir qildi. Burun. Mushuni misol keltirgandiki, men bu misol muvofiq misol deb qaramayman. Ba'zi rivoyatda Yusuf Aleyhisselam'ın qarindoshini payg'ambar emas deganlar bor. Payg'ambar emas ular. Ba'zi payg'ambar deganlar, demak shakvo uning payg'ambarligida, payg'ambar yoki emasligida. Payg'ambar yoki emasligida shakvo odamlarni misol keltirib, payg'ambar bo'lishdan burun gunoh o'tkazish joiz deyish, o jiq nima emas, ya'ni jiq muvofiq emas, jiq kuchli emas. Lekin bunda boshqa dalillarni keltirish kerak bunga. Endi shuning uchun ba'zi nimalar payg'ambarlikdan burun hatto gunoh o'tkazib berishi mumkin emas deganlarmi bor. Lekin ahli sunnatning ko'z qarashi payg'ambarlikdan burun kichik gunohlarni o'tkazib qo'yishi mumkin. Nadir yo'lidan. Ammo cho'ng gunohni o'tkazmaydi. Ya'ni adam axloqqa nima keladigan, axloqqa qarshi keladigan, odamiylikka, insonparvarlikka qarshi keladigan gunohni o'tkazmaydi bil ittifoq. Ammo fash nadi bir anaqa pashfirat gunohlar o'tkazib qilishi mumkin, nadir, mumkin. Ammo ko'p holda o'tmaydi u deydi. Ahli sunnatning qarashi. Endi payg'ambarlarniki Davud alayhisalom, masalan Yusuf alayhisalom, şu aqidagi payg'ambarlarniki aqidgan Qur'oni Karimda kelgan ba'zi oyatlar bor, xuddi bir xatolashganini bildirgandek. Bular hammasi to'g'ri ta'vil qilinadi. Masalan, Davud alayhisalomniki payg'ambarlik bo'lgandan keyin, ya'ni payg'ambarlik layiq kelmagan gunoh qilish mumkin emas. Ma'sumligi sabit. Tushunalmi?
Mesela Davud Aleyhisselam'ni bir xatolik deb solgan degan gap chiqadi mesela. Qur'oni Karimda bir qissa so'zlanib, ikki dona odam kelib Davud Aleyhisselamning yoniga. Meniki mal qarindishimni 99 sag'iliq quyi bor edi. Mening bir dona quyam bor edi. Bu mushu bir dona quyamni 99 quyi qilib olmoqchi bo'ldi degan chaqda Davud Aleyhisselam laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Allah bilan qasam bo'lsangiz sizning sag'liqingni uzun sag'liqni qilishni so'rab, haqiqatan zulm qilibdi dedi. Shu uzoq o'tmaylar veykadi shuni misol Davud Aleyhisselam xatolashganligini bilib, yiqilib sajda qildi deydi. Xato rakan va anabdir. Bu nima xatoligini desa, kim muhaqqiq o'lim oldi dediki, bu yerdagi Davud Aleyhisselam xatoligi balki ba'zi mufassirlar so'zlagan xurafiy, isroiliyatning kelgan qissalar bo'lmasdan, yana ba'zi mufassirlar nima deydi o'sha yerda Davud Aleyhisselam O'liya degan bir askar qo'mondonining ayolini bir qatim qushning birisi uchib keldi masjidga, keyin qo'lab uchib chiqsa, birdan qochdi, qochib o'ziga chiqib shunda qarasa, O'liya degan bir qo'mondonning ayolini yunayotgan holatini ko'rib qoldi. Intan chiroyli ayoldan shuni bilan ko'ngliga shuni ayolning muhabbati tushib qolib, qanday qilayapti buni deb oxiri O'liyani jangga avatib, jangning oldingi sapda g'azotga oshib, birinchi sapga avatib oxiri O'liya jangda shahid bo'ldi. Shuni bilan iddat chiqqandan keyin ayolni oldi deb bu tafsir qildi. Bu tafsirni aslidan kelgan Isroiliyatdan kelgan. Tushunarmi? Endi muhaqqiq olimlar deydi ya, bunday bu oyatning o'zida gap yo'q. Bu dalil, hadisdan kuchli dalil yo'q gaplar. Oyatning o'zida intayin muhim bir bizga da'vo dasturiga bir qoidani bir o'tadi deydi. Asli Davud Aleyhisselam bir odamning gapini anglab bo'lgandan keyin yana bir qarindishini qishib kelib, chaqirib kelib, shu qarindishidan shu ahvol siz ma qarindishim degandek mu yoki emasmi deb so'rash kerak edi. So'ramasdilar, laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila na'jati dedi, ni'ajih dedi. Ya'ni shu qarindishini qarshi tarafdan savol so'ramasdilar, haqiqatan zulm qilibdi deb hukm qizyapti. Alloh taolo shuningga qoyib tanqidlar yo'qoladi. Davud Aleyhisselam sen nima uchun ikkinchi tarafdan gap so'raysan? Sen bu gap bir tarafning gapini anglab, mesiyat qilib hukm chiqarding bu. Nima uchun yana bir tarafning gapini anglab isbot bir tarafdan isbot, bu tarafdan qasam talab qilgandan keyin nima uchun bunday hukm chiqarmaysiz deb bugün Allah taolo tanqidladi. Şu an Davud Aleyhisselam tovuq yig'ilgan sajda qilib deydi. Tushunarmi? Bunday gap bo'lmaydi. Shunga payg'ambarlarniki ma'sumligi intayin kuchli gap. Endi al-qawlu fil karamat, yani karamat haqida. Karamat yani karamatul evliyai haqqun. Evliyaların karameti haktır dedi. Karamatul evliyai caizetun indana. Evliyaların karameti bizning göz karşımızda caiz, yani mümkün. Müstahil emas, vacib emas, müstahil emas, mümkün. Hilafen lil mu'tezile hilaf halda. Mu'tezile deydi o da müstahil, mümkün emas deydi. Ve keda sihru vel aynu mutahakkikun indana. Şunundaki sihirgelerinin sihrinin ki tesir gösterişi ve el ayn közdüğü közüne tesir gösterişi mutahakkikun indana. Yani bu reallıktır bizim göz karşımızda bir ameliyat, hakikatte bak. Hilafen lehum mu'tezile hilaf halda. Mu'tezile yok, közdüğü yok, sihirler tesir yok deydi mu'tezile. Ve hüccetuna fi zalika min haythun naklu vel aklu. Bizning aşınındaki hüccetimiz nakl ve akıl cihettindir. Ama nakl cihettin bo'lgan hüccetimiz bo'lsa, Allah Teala haber sahip Süleyman Aleyhisselam'ın sahibinin haber kılan. Kalan maktabı güçlülükünü. En sahibi Süleyman da atıdır. Bazı tefsir kitaplarında ne deyilmiş ne? İsmini ne bitti? Bunu yine Asip İbni Berhiya isim bilen alındı tefsir kitaplarında. Bu Süleyman Aleyhisselam'daki vezirinin ismini. Lakin ma akide kitabı intan güçlü olganlığının sahibi Süleyman yine. Süleyman Aleyhisselam'daki hemrahiyindeki adam deplamda koydu. İntan güçlü diyen gibi yani. Belki Asip İbni Berhiya'nın şu bu mümkün, belki başkalarının şu mümkün. Allahu alem. Ennehu ata bu Süleyman Aleyhisselam'ın sahibi Belkis'nin erşini Seba şehrinden min mesafetin ba'idetin fi zamanin qarib. Filistin'e Saba degan Yemen'de. Yemen'den Filistin'e şunca yirak musafetin fi zamanin qarib degan intayin az vaqtda, kichik ko'z yumib ochcha vaqtda keltirib bo'lgan edi. Shundaq Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar bergan edik. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk
فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ degan oyatda mesela. Hüseyin Aleyhisselam sahibi dedi ki, ben bu Bilqisning taxtini sizga ko'z yumib ochish, ko'zingiz siz yenib bo'lguncha, ko'zingizni yumib ichib bo'lguncha keltirib bo'laman. Dedi. Shuni Hüseyin Aleyhisselam shundoq bu taxtni o'ziniki oldida qor olgan holatda ko'rib edi, deb oyatning shu davomida shunda. وكذا سمع ما أسمع هذا قبل ما سمع غلط كده. وكذا سمع سارية وهو بنهاوند قول عمر رضي الله عنه. Şunundaki Sariye diyen bu koşundaki kelimesi kumandan, emir. Sariye Nahavend'de durup, Nahavend diyen İran'ın, hazır İran'ın bir şehri. Nahavend'de durup Ömer radıyallahu anh'ın gepini ve huvel bil Medine. Halbuki Ömer radıyallahu anh Medine'de Münevvere'de. Ömer radıyallahu anh Medine Münevvere'de durup Sariye'ge, Nahavend'deki Sariye'ge ve koşulları şunda bir nida kıldı. Ya Sariye, el cebel de. Yani ular şunda kitap etti, tağının arkasında ya tağının üstünde bir büktürme var idi. Düşmanlar kütüp durgan idi. Yani kesin hücum kılımızda. Ömer radıyallahu anh karametten şunu bildi. Bilip lan, bu Bukhari'de bakmak Bukhari'de, sahih bu. Ya Sariye el cebel, ey Sariye. Yak takı çıkıvıranlar, yak takını dikkat kılınlar diyen bu da yak takı çıkıvıranlar. Düşman var ya takı çıkıvıranlar ya ki takını dikkat kılınlar diyen yapıldığında. İşte şunda ya Sariye el cebel dedi. Ve beynehuma ekser min 500 fersah. Bu işgelerin arasında 500 fersahın köprek musabı var idi. 500 fersah. 500 fersah diyen kaçta gitti sana? Bir fersah diyen bir fersah 4 mil bulundu. 4 mil. Ne kadar? 3 mil. Bir fersah 3 mil. 1 mil 4000 gez. 1 mil 4000 gez. Bir gez 24 barmak. Bunda barmaktan bir gez 1 zira 24 barmak. Bir barmak sittete şair. 6 apa. Şairin 6 apı. 6 tane apa. Her bir apa atının kuyruğundan bir tane kuyruğu. Türk etinin kuyruğundan, Kırgız etinin kuyruğundan bir kuyruğundan 6 tane kuyruğundan bir kısmına bir apıdan kuyruğu. Ha. Şundan mı? Bunu İmam-ı Leknevi şunda ayırıp bergen. Endi hazırki zamanımızda kaç insanlar asasen tahminen 1 milini bir parmak 2 santim. Bir parmak 2 santim. 24 parmak 48 santim. Yani tahminen kılsak bir gez 50 santim. Bir gez 50 santim. 50 santim olsa 4000 gez 2000 metre. Yani 2 kilometre yani. Demek bir fersah 6 kilometre yani. Bir fersah 6 kilometre. 6 kilometre olsa 6 kere 500 diyen ne oldu hem de o? Yani 6 kere 500 olsa 3000 kilometre. Yani Nahaven bilen Medine arası 3000 kilometreden ziyade dengi. Şunda uzak ağırlıkta Allah Teala'nın karamet bilen avaz yetip bağın. Ve cereyanın Nili bir kitabı Ömer. Ömer radıyallahu anh'ın ki xeti bilen, mektubu bilen Nil deryasındaki ekip getişi. Nil deryası da nime yoqab ketdi, su yoqab ketdi, su jimib ketdi turgan chaqda Ömer radıyallahu anh shunda bir xat yetişilen Nil deryasida yeni su olib ketgan. Ve şurbu Halid ibn Velid ve şurbi Halid ibn Velid qadahan min as-sum meşhur. Halid ibn Velid radıyallahu anh'ınki bir cam zehir var, bir Yahudiye bir düşmanın biri zehir var bir kası şarap verirken şunu içkence zehirlenmeyi tuğan kısa. Hemmesi meşhur. Ve keza ma nukile min keramet tabi şunundaki tabi'illah'ın kerametlerini nakıl kılınan kerametler ve salihi hadil ümmeti belaga hadden yani bu ümmetin içindeki salih kişilerin kerametlerinin kelgen rivayetle cemaat belaga hadden lev cumiyat ahaduha la belagat haddet tevatürü fi cevazil kerame. Şundak bir delilci getdi ki eğer aş ahadların hemmisi bir yere toplansa mutavatırının haddiga yetadigan derecege fi cevazil kerame. Yani kerametin caizliği diyen manada mutavatir uchun mutawatir ma'naviy deymiz. Hemmisi kimda keramet bo'lgan degan keramet ko'rsatdi degan birisi andaq keramet ko'rsatdi, birisi bundaq keramet ko'rsatdi degan hamma gap yig'ilsa keramet ko'rsatdi deganga mutawatir aylanadi. Boshqalar ahadlari ahad o'simi
Hammasi bir ittifoqlashgan bilya o'z qalsa karomatning joizligi. Mushu haqda mutawatir aylanadi. Xo'sh, endi va ammal aql, aql jihatdagi dalillarimiz bo'lsa, aql fa innaha bu karomat degan fi'lullohi taala. Alloh taolaniki bir fe'lidir. Alloh taolaning qilgan bir ishidir. Ala xilafi majal odat degan odatning joriy bo'lgan qoidasining xilofidan. Ya'ni odatdan tashqari bir ish. Karomat degan odatdan tashqari bir ish. Nima qilsa? ليعرف العبد ثمرة الطاعة وتزداد بصيرته بصحة دينه. Nima uchun desa, banda o'ziniki taat ibadatining samarasini bilish uchun va bandaning ma'rifati ziyoda bo'lishi uchun bisihati dini, uning dinining bandaning ma'rifati dinining to'g'ri ekanligi bilan ziyoda bo'lishi uchun Alloh taolaning kelgan bir karomat, hurmat. Endi fa in qil ba'dan deb qolsa, law zaharatil karamatu ala hadal had. Agar karomat munda darajada bu tarif bilan karomat qilishlar bo'lsa, la ashbahatil mu'jiza. Bu mo'jizaga o'xshab qoldi ekan bu. Onda fala tu'rafun nabiyyu minal vali. Payg'ambar velidan ayrilib bilinmaydi ekan o'chaqda. Payg'ambar bilan velini ayrilib olmaydi ekan deb qolsa, qulna uni deymizki laysa kazalik, unda emas. Fa innal mu'jizata tuqalinu da'van nubuwwa. Mo'jiza degan payg'ambarlik da'vosi bilan birlikda bo'ladi. Payg'ambar men payg'ambar deb chiqadi, unga mo'jiza ko'rsatdi. Va law da'al vali, agar velini bilsa, payg'ambarlik da'vo qilgan bo'lsa, shu soatida kafir bo'ladi. Shu soatida kafir bo'ladi. Fala yabqa ahlul karam. Bu karomatga layoqatlik sifat qolmaydi. Balki bal yad'il valiyu mutaba'atan nabiy. Balki har qanday bir vali payg'ambarga ergishishni da'vo qiladi. Fala jarama takunu kullu karamatin, ya'ni fala jarama degan la budda an takuna kullu karama. Har bir karomat mu'jizatan lin-nabiyyillazi yad'il valiyu mutaba'atan. Yani vali o'zi ergashgan payg'ambarning mo'jizasi bo'lishi lozim. Yani qat'iy shaklda her bir karomat o'zi ergashgan payg'ambarniki, her bir valining ergashgan payg'ambarning mo'jizasi bo'ladi. Masalan, payg'ambar sallallohu ummatining için karomat ko'rgan bo'lsa, bu karomat payg'ambar sallallohu nisbatan mo'jiza, bu valiga nisbatan karomat bo'ladi. Agar Musa alayhisolamning qavmidan birisi mo'jiza ko'rsatgan, karomat ko'rsatgan bo'lsa, bu karomat Musa alayhisolamga nisbatan mo'jiza, shu kishiga nisbatan karomat bo'ladi. Endi fala yaqaul ishtiba, andag'andan keyin bu yerda shu bir o'xshib qilish kelib chiqmaydi. O'xshib qilish yuz bermaydi. Lekin yana bir gap, karomat bilan payg'ambarlikniki eng chong farqidan birisi emas deb bilay. Payg'ambarlik mo'jizaning farqi. Mo'jizani payg'ambar xohlagan vaqtida tahaddiy shaklda ko'rsatadi. Ya'ni dushmanlar kelib, "Amsan payg'ambar bo'lsam, qani mo'jiza ko'rsatgan-cho, endi sizning gaping haqli bo'lsa, bizga undaq qilib bergin, bundaq qilib bergin" desa, u payg'ambar uni qila oladi. Alloh taologa duo qilib bergan. %100 Alloh taolo %100 qilib berdi uniki degan tilakini. Ammo valining karomati shunga o'xshamaydi. Avliyoning karomati men qilaman degancha qilinmaydi. Alloh taolo tarafidan bir duo qilib qanchaqda barcha qilgan duosi barcha javob qoladi. Ya bir qatim bo'lib qoladi. Lekin endi yeni bir qatim shu karomatni yeni bir qatim ishlatayman desa qilinmaydi. Ya'ni men qilaman degancha qilinmaydi. Yani Alloh taolo tarafidan kelsa karomatlab, ehsonlab keldi bo'lmasa, ko'rsatmaydi deb ko'rsatmaydi. Lekin payg'ambarcho, endi demak, mo'jizani payg'ambar qilmaydi qarindoshlar, Alloh taolo qilib berdi. Karomatni Alloh taolo qilib berdi degan ikkisini farq bor. Payg'ambarga Alloh taolaning naq qavlab tushgan zot. Shuni Alloh taolo naq qilib berdi. Endi karomatga avliyoning karomatini qilib bersa karomat. Qilib bermasa hech qanday bir uni Alloh taoloning sifatini hech qanday bir ishonmaydi. Majburiyat emas u. Shunga bir yangi dars oxirlashdi va oxir davomida alhamdulillah.